Assalomu alaykum, qadrli talabalar. Arab tilidan navbatdagi 13-chi ma'ruzamizni taqdim etamiz. Demak, al-lughat al-arabiyyatu ad-dars al-thalith ashar. Demak, arab tilida shaxs son kategoriyasi degan mavzuga bag'ishlanadi. Siz rejamizni ko'rib turibsiz. Mana shu rejalar asosida gaplashamiz. Demak, arab tilida sonlar birlik, ikkilik va ko'plikka bo'linadi. Demak, biz sanoq sonlarni ko'rib chiqamiz birinchi navbatda. Sanoq sonlarning muzakkar va muannas shakllari mavjud. Demak, bular: 1. Vahidun, vahidatun. Muzakkarda vahidun, muannasda vahidatun. 2. Muzakkarda isnani, muannasda isnatani. 3. Salasun, salasatun. 4. Arba'un, arba'atun. 5. Khamsun, khamsatun. 6. Sittun, sittatun. 7. Sab'un, sab'atun. 8. Samanin, samaniyatun. 9. Tis'un, tis'atun. 10. Asharun, asharatun. Demak, so'z oxiriga ikkilik sonni yasashda biz so'z oxiriga ani qo'shimchasini qo'shgan holda ikkilik sonni yasaymiz. Bu yerda kitabun bitta kitob bo'lsa, ani qo'shimchasini qo'shganimizda ikkita kitob ma'nosini oladi. Misol uchun, kitabun, kitabani. Bitta kitob kitabun, ikkita kitob kitabani. Ani qo'shimchasi so'z oxiriga qo'shiladi. Ani qo'shimchasi alif va nun bilan yoziladi. G'urfatun muannas so'zga ham ani qo'shamiz, biroq muannas so'zga ani qo'shganimizda oxiridagi tamarbuta harfi, demak bu ta harfiga aylanib ketadi, ya'ni ikki nuqtali taga. G'urfatani tamarbuta faqat so'z oxirida keladi. G'urfatanida u so'z o'rtasida qolib ketadi, ani qo'shganimizda shuning uchun taga aylanib ketadi. Demak, bu yerda o'zbek tilida faqat birlik va ko'plik tushunchalari, arab tilida esa bunga qo'shimcha tarzda ikkilik tushunchasi ham borligi ko'rsatib o'tilgan. Demak, bitta qalam qalamun, ikkita qalam qalamani va qalamlar aqlam. Demak, arab tilida ko'plik ikki xil usulda yasaladi. To'g'ri ko'plik bu o'zbek tilidagi kabi so'z oxiriga qo'shimchalar qo'shish orqali yasaladi. Muzakkar so'zlar uchun masalan, biz una qo'shimchasini qo'yamiz. Muallimun, muallimuna. Demak, bu vov va nun bilan yoziladi. Muallimun, muallimuna. Muallima bitta erkak o'qituvchi, muallimuna erkak o'qituvchilar. Muannas so'zlar uchun esa muallimatun, ya'ni oxiridagi atun cho'ziq a shaklini oladi va tamarbutda ikki nuqtali taga aylanadi. Muallimatun, muallimatun. Muallimatun bitta o'qituvchi ayol, muallimatun o'qituvchi ayollar. Muallimatun, muallimatun. Demak, oxirida ko'plikda matun deb cho'zyapmiz. Shunga e'tibor berasiz. Muallimatun, muallimatun. Fallahatun, fallahatun. Demak, to'g'ri ko'plikdagi so'zlar arab tilida kamchilikni tashkil etadi. Aksariyat so'zlar sinf ko'plikka ega. Bunda biz so'zlarni, demak, birlikdagi so'zni boshqacha qolipga solish orqali, ya'ni uni sindirish orqali ko'plikni yasaymiz. Bunda yagona qoida mavjud emas. Shu sababli lug'atlarda so'zlarni birlikdagi holati yonida ko'pligi ham ko'rsatib ketiladi. Demak, biz so'zlarni yod olayotganda ham ular birlik shakli, ham ko'plik shaklini e'tiborga olgan holda birgalikda yod olishimiz kerak. Birgalikda birlik va ko'plik shakllarini yodlash tavsiya etiladi. Masalan, bu yerda tushunarliroq bo'lishi uchun lotin yozuvida taqdim etdik. Hurmatli talabalar, sizga topshiriq mana shu lotin yozuvida taqdim etilgan arabcha so'zlarni arab yozuvida yozib chiqing. Demak, bintun qiz, demak, u boshqacha qolipga solinganda, ya'ni sindirib boshqacha ko'plik yasaymiz. Bu yerda banatun hech qanday qoidaga tushmaydi. Shu sababli biz so'zlarni ko'pligini lug'atda yodlaymiz. Bintun
Banatun. Demak, bintun bitta qiz, banatun qizlar. Ikkita qiz desak, ani qo'shamiz. Bintani. Demak, bintun qiz, bintani ikkita qiz, banatun qizlar. Bu yerda siniq ko'plik. Valadun bola, avladun bolalar. Jaridatun gazeta, jaraydu gazetalar. Jaridatu jaraydu. Xabarun xabar, ixbarun xabarlar. Bulbulun bulbul, balabilu bulbullar. Madrasatun maktab, madarisu maktablar. Madinatun shahar, mudunun shaharlar. Demak, shu tarzda siniq ko'plik yasaladi va arab tilida aksariyat so'zlarning ko'pligi, ya'ni siniq ko'plik hisoblanadi. To'g'ri ko'plikdagi so'zlar kamchilikni tashkil etadi. Mavzuni mustahkamlash uchun esa, hurmatli talabalar, sizga quyidagi savollar taqdim etilgan. Siz ularni ko'rib turibsiz. Ya'ni sizga ular ekranda taqdim etilgan. Hurmatli talabalar, mavzuni mustahkamlash uchun esa quyidagi adabiyotlardan foydalanishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling.